Buni ko'rmasalaring bo'lmaydi. Qaranglar, meni klientlarim ham erkatoyki, shunaqa chiroyli narsalar olishadi. Men ularni erkalatib, shunaqa chiroyli hadyalarni, qimmat mel dorilarini va limon kislota bunaqa dorilardan ham shundoq sovg'a qilib beraman. Bu klientimizga ham mana o'zlari mana shuni bering deb hadyaga so'rashdi. O'zlari xohlagan chiroyli uzukda hadya qilib berdim. Mana zakazlari chiqib ketyapti. Xayrli va barakali bo'lsin. Hamma klientlarimizga dorilari, bonus yonida hadyalari bilan chiroyli qilib klientlarimizga dastavkalarini tayyorlab, shunaqa birkalarda sovg'abob qilib chiqarib beraman. Yaxshi kunlarga buyursin. Tilla olishda umuman hojati ham qolmadi, chunki ko'rganlar buni tilla oldi deb o'ylashadi. Mana bu klientimiz ham juda erkalanib, opamiz, hojijonamiz shuncha narsa oldim menga, mana shu uzukni berasiz qizjonim deyishdi. Duo qilishlari uchun mana shu titanik uzukni hadya qilib berdim va dorilarni albatta beraman. Shunaqa chiroyli menlari bilan dastavkalarni chiqaramiz bugun. Xayrli va barakali bo'lsin. Bizda har kuni pochtalar chiqib ketadi. Butun O'zbekiston bo'ylab pochtalarimiz 25 ming so'mga uyingizgacha yetkazib beriladi. Bemalol zakaz qilishlaring mumkin. Bizda hamma tovar nalichida. To'lov qilishingiz bilan shu kunda o'zidayoq yoki ertangi kuniga dastavkalarni biz chiqarib yuboramiz. Kuting, hali tayyor bo'lgani yo'q. Yo'q narsaga pul olish bizda yo'q. Telegram, WhatsApp, Instagram orqali zakazlarni qabul qilamiz. Bemalol ana shu nomerlarga aloqaga chiqishlaring mumkin. Yaxshi kunlarga buyursin. Bundan ham chiroyli narsalar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qiling. Tovarlarimiz nalichida juda ham ko'p.